Real Madridga shaxsan Manchester City yarim himoyachisi Rodri kelishi mumkin. Hozirgi bizning Real Madrid kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, batafsil qilib tushuntirib beraman. Biz shu oy oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lib qo'ying. Va biz boshladik. Real Madridga Manchester City yarim himoyachisi Rodri kelishi mumkin. Chunki bunga sababchi bo'layotgan narsa Pep Guardiola Manchester Cityni tark etyapti murabbiyligidan. Va Pep Guardiolaning o'rniga o'zining shogirdi, yana bir shogirdi Manchester City murabbiysi bo'lib tayinlanmadi. Va bunga Pep Guardiola ketadi. Va bunga Rodri javobi men Manchester Cityni tark etaman va o'z faoliyatimni Real Madridda davom ettirishni xohlayman deb aytdi. Va buni Real Madrid ham ko'rib chiqmoqda va Jose Mourinhoning o'zi ham bu narsaga qiziqib ko'rib bormoqda. Rodri Real Madridga kelishi mumkin. Rodri Real Madridga kerakmi yoki kerak emasmi? Kommentariyaga o'zingiz ixlosingizni qoldirib ketingizlar. Obuna bo'lishni unutmang, shu oy oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak.